Tak, assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, sog'liqlaringiz yaxshimi? Xo'sh, bugun sizlar bilan o'tadigan darsimizda SND zonalari, ya'ni supply and demand zonalarini bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz, o'tamiz. Menimcha trendli liniya hamda pattern darsliklarini ko'rdinglar, anchagina tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak degan umiddaman. Hamma o'sha SND trendli liniya nima, pattern nima, ularda qanday ishlash kerak, qanaqa turib foyda qilish kerak. Buni menimcha ko'pchilik yetarlicha holatda tushunib bo'lgan deb o'ylayman. Bugun endi sizlar bilan SND Supply and Demand Zones, ya'ni supply va demand zonalari mavzusiga keldik. Ushbu qismda biz sizlar bilan nimani o'tamiz? Talab va taklif nimaligini aynan shu qismda o'tamiz. Bozorda bilamiz, kundalik hayotimizda ham nima? Bozor harakati talab bilan taklifga bog'liq, to'g'rimi? Supply and demand. Biza bilamizki, kundalik hayotimizda bozor harakati, bozor qonuniyati, bozor yurishi, savdo qilish, sotiq qilish, hamma narsa talab qancha yuqori bo'lishiga yoki taklif qancha yuqori bo'lishiga bog'liq. Aynan shu narsalar bizning trading sohasida ham bor. Endi talab bilan taklifni ko'pchilik tushunar, ba'zi birovlar tushunmas. Kengroq tushuncha beradigan bo'lsam, bu qanaqa? Bozorda shunaqa qonuniyat borki, agar taklif yuqori bo'ladigan bo'lsa, talab shuncha past bo'ladi ko'pincha holatda. Talab qancha yuqori bo'ladigan bo'lsa, taklif shunchalik past bo'ladi. Endi bular ikkitasi bir-biriga qarama-qarshi yuradi. Bozordagilar qanchalik ko'p taklif beradigan bo'lsa, narx shunchalik arzon bo'ladi, sababi talab kam bo'ladi. Endi bozorda talab qancha yuqori bo'ladigan bo'lsa, taklif shunchalik kam bo'ladi, yetakchi narx yuqorilashadi. Bizani narximiz taklifga qarab yuradi. Taklif ko'paysa, narx kamayadi, taklif kamaysa, narx ko'payadi. Aynan shu holatda bo'ladi. Bu har qanaqa bozorda. Faqatgina tradingda emas, tradingdan tashqari olamda ham, tashqari bozorda ham, bizani o'zimiz yashashimizda ham. Misol uchun bu qanaqa? Oddiy misolda tushuntiradigan bo'lsam, sizlar уже turdinglarda, как бы dushanba kuni bozorga chiqadigan bo'lsanglar, уже dushanba kuni bozorga ketyapsizlar-da, borib turib olma olmoqchisizlar. Bozorda nima bo'ladi? Sotuvchi ko'p bo'ladi, oluvchi kam bo'ladi. Sababi dushanba ish kuni. Hech kim bozorga borishga vaqt bo'lmaydi, yetakchi oladigan odam olib bo'lgan bo'ladi. Hamma o'zini ishiga, o'qishiga shunaqa bo'lib turib ketgan bo'ladi-da. O'sha bu yoqdagi ayrim insonlar, misol uchun 100 tadan bitta inson bozorga borib qolishi mumkin. Bozorga borsangiz, misol uchun 10 ta yoki 20 ta inson olma sotuvchi. U yoqda nima bo'ladi? Aka keling, men bu olmani oling, aka men bunaqa, opa men bunaqa degan temalar olib ketadi-ku. Har doim. Bunaqa payt nima bo'lyapti? Taklif ko'payapti-da, hamma taklif qilyapti, talab qiladigan bir dona. Ya'ni talab kam. Ushbu holatda nima bo'ladi? Taklif qiluvchilar narx tushirishni boshlaydi. Aka men 10 ming so'mdan beraman, aka men 9 ming so'mdan beraman, aka men 5 ming so'mdan beraman deb turib, shunaqa bo'lib turib narx tushib ketishni boshlaydi. O'zinikini o'tkazish kerak edi, ertangi kunga o'tib ketib qolmasligi kerak. Bunaqa holatda bozor nima deymiz? Bozor talabga asoslangan bozor deyiladi. Ya'ni talab holatiga qarab turib yuradigan bozor deyiladi. Itakchi keyingi holatda, misol uchun siz yakshanba kuni bozorga borib qoling, aynan shunaqa holatda turdingiz, o'zingiz как бы harakatlandingizda, men bozorga borib kelishim kerak, men bu dushanba kuni olgan olmamni olib kelishim kerak deb. Yana xom-xayollar bilan ketyapsiz bozorga, как бы 4 ming so'mdan olma olgan edim, yana shunaqa holat bo'ladi deb. Yakshanba kuni ertalabda bozorga bordingizmi? Polni mana butun dunyo o'sha edi-ku, hamma o'sha bozorda bo'ladi-ku. Odamlar kelyapti, nimadir qilyapti, уже sotuvchilar yarimdan ko'pi olmasini sotib olgan. Bir 5 ta 6 tasida qolgan xolos olma. Odamlar как бы o'chirda turibdi-da, aka nechi puldan, unaqa bunaqa deb turib. Nima bo'lgan u yoqda? Sotuvchilar kelgan, ertalab
5 mingdan sotaman degan, u yoq bu yoq bo'lgan, odam ko'paygan sari narx ko'tarib ketaverganda, siz 4 ming so'mdan 3 kun oldin olgan olmaysiz. Uje bir hafta bu bo'lmayapti-da, narx uje 10 ming 15 mingga chiqib ketib qolishi mumkin. Endi bu yoqda nima bo'ladi? Boya narx talabga asoslangan edi-ku. Endi bu yoqda narx taklifga asoslanadi. Chunki taklif nima qilsa, uje bo'lishi kerak-da uni aytgan. Sabab taklif berayotgan insonlar kam nisbati. Manimchadan deydi, kerak bo'lgan inson по-любому oladi. Aynan o'sha insondan qanaqa holatda, qancha narxda sotsa ham. Yetakchi bu yoqda talab bilan taklif ishlashni ko'rdik. Tradingda qanaqa? Tradingda misol uchun bizada ikkita nuqtalar bor. Supply, talab, demand, taklif degan. Endi supply bilan demand, talab bilan taklifi как бы angliskiy varianti, butun dunyo ishlatadigan varianti. Endi bizada supplyda talab zona shakllanadi. Demandda bo'ladigan bo'lsa, taklif zona shakllanadi. Bizada buy trend hamda sell trend farqini tushungansizlar. Aynan shunaqa holatlarni joyi keladi biza supply yoki demand trend deb ketamiz-da. Supply hamda demand zonalar bo'yicha tushunganimizda. Endi yetakchi boshda aytish xayolimdan ko'tarilibdi. Mana bunaqa holat bo'ladi. Ko'pincha misol uchun supply and demand deganda ayrim holatda tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin yoki ko'pchilik o'zicha qisqartirib oladi. Mana bunaqa so'z bilan. Ya'ni SND bu supply va demand degani. U ham bir xil, bu ham bir xil. Bir xil holatda ketadi degani. Endi biz supply va demandni qattiq aniqlaymiz. Misol uchun biz buy trend nimaligini hamda sell trend nimaligini, ya'ni ko'tariluvchi trend hamda tushuvchi trend nimaligini tushundik sizlar bilan. Tushunmagan inson qolmagan bo'lsa kerak. Yetakchi flat holatini ham. Bizada flat holatida SND nuqtalari shakllanmaydi. SND nuqtalari faqatgina ko'tariluvchi yoki tushuvchi trendlarda shakllanadi. Bu qanaqa? Ko'tariluvchi trendda ham oddiy ko'tariluvchi trendlarda emas. Mana bunaqa holatni ko'rishimiz mumkin. Ko'pincha holatda bozor mana bunday ko'tariladi birdaniga atkat bilan. Ya'ni ko'tarilish, atkat ko'tarilish. Endi bu nima desa bo'ladi? Impuls, korreksiya, impuls deb ketiladi. Ayrim holatlarda, ko'pincha holatda. Yoki biza bozorda ko'rishimiz mumkin. Mana bunaqa turib tushadi. Voy, tak. Mana bunaqa turib o'z narx qulaydi. Bu ham impuls, korreksiya, impuls deyiladi. Aynan shunaqa holatda. Endi buni o'zining holati bor, o'zining nomi bor. Aynan bu ko'tarilishi biz nima deb ketamiz? Rally base rally deb ketamiz. Ya'ni bunaqa rally base rally base hamda rally holati bozorda sodir bo'ladigan. Aynan shunaqa holat bo'ladi. Ya'ni qanaqa? Rally mana bu impuls, base bu korreksiya, rally yana impuls. Endi bu holat mana bu ko'tarilishi rally base rally holat deyiladi. Bu yoqda endi tushuvchi holat bo'ladi. Buni ham sizlarga birdaniga tushuntirib ketganim udobliroq, qulayroq. Bu yoqda tushuvchi holat. Bu holat nima? Drop base drop deyiladi. Endi bu rally base rally emas, drop base drop holat deyiladi. Bu holatda ham, bu holatda ham bozor ishlashi, strukturasi, yurishi bir xil holatda bo'ladi. Qanaqa vazifasini bajaradigan bo'lsa, o'sha holat bo'ladi, o'sha narsa bo'ladi. Har doim. Drop base yetakchi, bu yog'i ham drop bo'lish. Endi ingliz tilini biladigan, angliyskida o'qiganlar bo'lsa kerak, orangda menimcha ancha tushunadiganlar. Tak. Drop so'zi endi bu tushish, to'kilish degan ma'noni bildiradi. Endi base bu как бы korreksiya, o'zini o'rnini qoplash degan ma'noda keladi. Bozor birdaniga ko'tariladigan holatda ham, birdaniga tushadigan holatda ham aynan ushbu narsa sodir bo'ladi. Mana bu oddiy ko'tarilishda emas, birdaniga ko'tarilish holatida rally base rally, drop base drop holati shakllanadi. Bizada aynan shu base bo'lgan joyi bor-ku.
ya'ni bozor o'zini korreksiya qilgan joyi, откат bo'lgan joyi. Bizlar uchun shu joy SND zonasi deb ataladi. Yetakchi mana bu tushuvchi holatdagi mana bu joy ham bizlar uchun SND nuqtalari deb ataladi. Endi buni vazifasi nima? Buni vazifasi bizga to'siq vazifasini bajarib beradi. To'siq vazifasini qanaqa bajarib beradi? Bozor holati o'sha mana bundan ko'tarildi, mana bu narsa bo'ldi, yana ko'tarilib ketadi. Aynan ko'tarilib ketgandan keyin bu supply trenddagi demand zona deb ataladi. Sababi taklifda, taklif miqdori bo'ladi. Endi bu birdaniga tushib ketadigan bo'lsa, demand trenddagi supply zona deb etiladi. Bu yuqorida bo'lib qolganligi uchun. Endi bularda ikkitasida ham ishlash holati bir xil davomimizu. Qanaqa holat bo'lishidan qat'iy nazar bir xil ishlaydi davomimizmi? O'sha mana bu ko'tarildimi, bozor harakati yuqorida sodir bo'ldimi? Biza bilishimiz kerak bo'lgan bitta narsa bor. Bu xohlagan ishini qilishi mumkin, mamnun kelishi mumkin, ketishi mumkin, nimadirlar bo'lishi mumkin. Shunaqa narsalar sodir bo'ladimi? Yetakchi buni harakatida mana bu narsa biz uchun to'siq vazifasini bajaryapti-ku. Biz trendoviy liniyada ham ko'rdik, sizlar bilan o'rgandik. Bozor trendoviy liniyani bir martada buzib o'tib keta olmaydi. Trendoviy liniyani buzib o'tib ketishi uchun 2, 3, 4, 5 martalab harakat qilish kerak-ku. Bizning trendoviy liniyamizni buzish uchun bozor. Aynan shunaqa holatda mana bu zona ham ishlaydi. Ya'ni qanaqa? Bu zonani buzish uchun ham bozorni 3, 4, 5 martalik harakat kerak. Kelib turib bir martada buzib o'tib keta olmaydi. Endi bu zona biz uchun nimaga kerak? Bu zona biz uchun kerak bo'lgani shundaki, mana bu joyga kelgandan keyin biz selga kirib olmasligimiz uchun kerak. Sababi bu zona qaytarib yuboruvchi zona hisoblanadi-da. Endi bu zonani buzib o'tadigan bo'lsa, biz selga kirsak bo'ladi yoki bu zonaga kelgandan keyin shu qismda biz bayga kirsak bo'ladi. Ko'pincha holatda bu zona kirish nuqta uchun emas, take profit qo'yish vazifasi uchun ishlaydi. Ya'ni qanaqa kirish nuqtamizni qo'yish uchun. Stop loss qayerga qo'yishni bilasizlar, sizlar qayerdan kirishni bilasizlar. Take profitda aynan shunaqa zonalarga olib kelib qo'ysak bo'ladi. Yetakchi mana bunaqa holatlarda, misol uchun kirish nuqtamiz shu joy bo'lishi kerak bo'ladi. Yetakchi bu yog'ida ham qanaqa? Bu yog'ida ham mana bu zonani davom ettirib qo'yishimiz mumkin, to'g'rimi? Davom ettirib qo'yganimizdan keyin bozor nima bo'ladi? Xohlagancha harakat qiladimi? Bir marta keladi, 2 marta kelar, 3 marta kelar, balki 3-chisida mana bunaqa turib yorib o'tar. Shunaqa holatda ishlaydi. Bu zona kirmay turish uchun vazifasini bajaradi. Kirmay turishlik vazifasini. Ya'ni bu yoqqa kelganda bozor kirib qo'ymasligi uchun. Mana bu o'rtasiga kelganda bozor kirib qo'ymaslik vazifasini bajaradi. Endi bu zonalar qachon buziladi? Misol uchun mana bular kelib turib tegib qo'yganda buzilmaydi-da. Bu zonalar buzilishi bozor polni yorib o'tadi-ku. Aynan shunaqa holatda mana bunaqa qilib turib ozgina yuradigan bo'lsa, shunaqa holatdagina bu zonalar buzilgan hisoblanadi. Yetakchi bu zonani kuchi qolmadi bo'ladi. Ungacha bu zona mana boradi, ichiga kirib chiqqandan keyin aktual hisoblanaveradi. Endi real grafikda real holatda ko'radigan bo'lsak, menimcha supply demand, SND, rally base, rally, drop base, drop nima? Bu holat hammasi sizlarga tushunarli bo'ldi. Barchaga qanday shakllanadi, qayerda hosil bo'ladi, o'zi nima bu degan narsalarda. Bu holatda endi real grafikda, real holat misolida ko'radigan bo'lsak, real grafikda ham bunaqa holat juda ham ko'p shakllanadi, ya'ni tez-tez shakllanib turadi. Endi bu imенно birga bir holatda, mana bunaqa holatda shakllanishi ham qiyin. Endi bu yerda ko'ryapmiz, misol uchun yashil, ikkita qizil svicha, yana yashil svichalar davom etdi. Shunaqa joyda mana bunaqa qilamiz, nima bo'ladi? Aynan shu qizil joyi общий soyasi yu tanasi bilan общий holatda olganimizda biz uchun SND zona vazifasini bajaradi. Yetakchi mana bu yoqda cho'tki ishlab bergan holat turibdi. Nima bo'ldi? Bozor birdaniga tushdi, ozgina korreksiya ham tushib ketdi. Shunaqa narsa bo'lgan joyda mana bunaqa qilamiz, biz bu zonani olib qo'yamiz. Dальше tortamiz. Dальше tortgan holatimizda endi bu zona buzilmaguncha ishlayveradi. Qanaqa? Mana bunaqa turib buzib o'tib ketish kerak-ku bozor, to'g'rimi buni? Ha, albatta to'g'ri. Shunaqa turib buzmaguncha ishlayveradi. Shunaqa holatda ishlaymiz bu zona bilan. Основной само собой ishlashi ushbu tartibda bo'ladi. Endi keyingisi yana birorta aynan shu holatga misol tariqasida ko'radigan bo'lsak, xo'sh.
Mana yana bitta. Misol uchun, bozor faqat qizil svitcherlardan iborat. Tushda ozgina korreksiya qildi, yana tushib ketdi. To'g'rimi? Endi yashil switch aralashtirib, o'rtada Fred holati kuzatildi. Aynan shu holatni ham o'sh hisobda biz uchun mamnunroq qilib tura olamiz. To'g'rimi? Bundoq kuzatayotgan bo'lsanglar, bozor boryapti, tegyapti, nimadirlar qilyapti-da, no buzmayapti. Даже mamsi ham buzmagan hisoblanadi. Endi bu yoqda ham xuddi shu holatda buzmagan hisoblanadi. O'sha holatda buzuvchi ketish kerak edi. Endi ikkinchi marta yana yorib o'tdi, endi bu holatda buzgan. No keyin yangi shakllantirgan bo'ladi. Aynan biza shu holatda ishlashimiz, shunaqa holatda foydalanishimiz bu SND zonalar deb ataladi. SND bilan qanaqa ishlash kerak? SNDni o'zi bilan biza faqatgina o'zi bilan savdoga kirishligimiz har doim xato. No to'g'ri, ayrim insonlar bor, faqatgina SND bilan ishlar yoki SNR bilan ishlar. Ayrimlar bor, faqat trendiy liniya bilan ishlar. Lekin ularni zarar qilish ehtimolliligi juda katta. Bunaqa holatda biz bir narsani tushunishimiz kerakki, SNDni, SNR, trendiy liniya, pattern hamma narsa bundan keyin nimaga o'tadigan bo'lsa, mana o'sha klassikani tugatdik demagunimizcha, hammasini qo'shib ishlab turib, bitta holatga keltirib, yaxlitlab turib, o'zimiz uchun qulay bitta strategiya yaratib olamiz. Ya'ni strategiyalar qo'shilishdan. Biza bozorga kirishimiz uchun, bitim ochishimiz, bitim yopishimiz uchun hech bo'lmasa 5 ta yoki 6 ta tasdiq kerak bo'ladi. Shu gapni esdan chiqarmaydi. Bitta narsaga asoslanib ishlanmaydi. Yoki kimdir tashlab qo'ygan narsaga qarab turib savdo ochilmaydi yoki savdo yopilmaydi. Xo'sh, menimcha SND mavzusi hammaga tushunarli bo'ldi. Hammanglar ko'rdinglar, ancha yoqqan bo'lsa kerak. Endi bu yog'ida uyga vazifa. Uyga vazifa sizlarga nima beriladi? 4 soatlik time frame, 5 ta para, ya'ni 5 ta mahsulot 4 soatlik time frame'ida SND bo'yicha analiz qilasizlar. SND nuqtalarini har bittasini belgilab kelasizlar. Endi mana bunaqa buzilgandan keyin dakasa davom ettirib yormaylar. Как бы buzilguncha bo'lgan qismini belgilab kelasizlar. 5 ta parada. Endi bu nima degani? Hech bo'lmasa 50 ta 60 tadan har bitta odam yoki minimalni 50 ta 60 ta u yog'i 100 tagacha strategiya bo'yicha analiz qilib turib tashlaydi deganda, o'sha hisobda. Menimcha vazifa hammaga tushunarli bo'ldi, tema hammaga tushunarli bo'ldi. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunda yaxshilikda ko'rishinglar. Vazifani bajarish, yetakchi temani tushunib olish, hech kim esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, charchamanglar.